keldingizmi? Kechik qoldingiz-ku. Bo'ldi ham mijozingizmi? Ha? Ay Murat. Ay mijozingiz bo'lmasa ketib oramaydigan bo'lmasa. Ha? Bu Ro'shangulni do'g'ab pishib og'irib qolsa, sen do'g'ab pishganmisan ya? Qaraganda hamma xizmat bizni qolganda. Ha, bilme. Çünkü Murat man. Tabii sabı koşuyor ha. Ta cintelleri sıkıma takıtan lopaz ma. Dağcı Hadi bir işanı bir kıla. Senden bir tokatımız uğraşıp kaldım, uğraşıp kalmadım mı? Ha. Olacak yerinde ketken adamdan nereye satayım? Adamın ki mümkün oymak bilenmeydi var. Nasıl başkalar uğraşıp kaldım ya? Ay ya. Ha. Qalay bir tushkara qapti. Tush? Canım. Endi bu tushga mushtaq solib qo'yib ketdi. Can, unda emas, u ko'rgan tushunmas, bizning shirkat bilan munosabatlikka deyman. Shirkatga? Ha, mach qizlaydigan o'xshaydi desa, bir anglab baqala. Ha, deyna. Voy, fazilkam oldirashga kirib, oldirashga chiqdi-ku. Ne chiqdiki? Voy, ma ishxonasida niyaga kirib, ishxonaga yaltib chiqdi-ku. Ha, hamsa hajatxona menga o'xshaydi. Voy, unda emas, baş shirkatda ishi bor-ku, shu yerga ketdi-ku. Mumkin-ku. Shuni bilan baş shirkatdan tuyuqsiz bir uqtirish keldi-ku. Ne uqtirish? Voy, ma nima Mijitkan bilan Lola direktorning ikkisidan birisini qisqartmaymiz deydan uqtirishga u. Mana. Tez yer keldi. Ha, qisqartga. Xumdam shu adab o'ltirsak birdamdila baş shirkatdan bir odamni avatitga gap berishga bizdim. Ha, to'xta, adash. Men deb baqay. Ozodkanmi ya? Ha, Ozodkan. Shu odam keldi-ku, kelib uni so'raydi, buni so'raydi bizdan. Adab nimdi shuni javob berganmiz. Şununla. Voy dana şunun bilan. Axırda ayolning tushning oxirini ko'ngil qo'ymay, "Qo'pirash kechib qoldim" deb. Birda so'kkan cho'chib oldi. Ish keldim shu. Shu tushni keyin ko'randay, xotinlar hech qo'yib sotib ketmaydi. Banjan. Noy sen nimni bilsasan men. To'y qilmagan bo'ytaq qollash. Murat, o tush degan tush qira, ha? Endi o tushga ishinib, endi mandaq solib qo'yib kelsam bo'lmaydi. Mandaq solib qo'yganingni, miskan qarab qolsa, bika mendan oldi. Eng yaxshisi. Shunaqla. Ha, yaxshimisiz? Ha, men Pazir. Ha. Qadri qavolingiz yaxshimi? Ha, salomat tudingizmi? Ha, yaxshi ishlar, yaxshi bo'ldi. Ha, normal yaxshi ketdi. Nima? Hozirlimi? Voy. Bunda jiddiy kengashga qadam qo'yib yig'ibdi u. Hozirlamamda? Bunda bo'lsa, men bir bolalar ishni o'rlashtirib shirkatga yo'lay. Ciddi bir iş bağışı razı etip koydum. Teşekkür ederim. Ma'qulmi? Lala bilan Mijit qilmini ciddi baş şirket deb qo'yganmizmi? Hozirga rasli baş şirket ko'ramsiz? Ben hozir shu gapni qotman. Tam gap qotamda. Baş şirket bormoqchi, baş şirket boramiz deysizlar. Chaqchaq qilmag'ina endi oldirayotganda. Biz o'zna shuna qilamiz. Ko'rganda nima bo'lyapti? Mana. Shimay cho'jingni. Can. Yürek. Yaxshi to'lama. Yaxshi. Keldim. Qashdan to'g'la. Bir qo'y ekanmanmish bolalar. Mana. Üstüne olaydı. Tatam oturup doğuştukta tort yaptı. Oy güzel. Bu fakat bombaktı bu. Ben bunda başqa chiqib olgan. Ana
bedeningga so'lishib ketgan buni badallari. Az qilsa mana qarama bak. Akam yana quvvat bada yana bandash beraldi-da. Laqdan zukam jabrini ichib ketdi. Xili yaxshi mana degan. Emas. Hozir beklandirish bu. Boş şirketin telefon tuttu. Mesela işte daha iş bademde olarak çıkarttık. Her müzikka. Mamam kol koydu. Ne köy bak. Kilar aylık plan bu. Yaxshi. Şunu ketdim. Dönüm kusamda. Daha da bu. Ketdi. Yana bir iş yo'lladik endi. Ulan. Rus, şirketde adam keldimi? Keldimi qilibmi? Ya. Voy, bu attiga nima deb qo'ygan. Tekshirishadigan odam bor-ku, shirkatimlar, maslashadilar. Ziq ketdi bu. Vat kelgan deb qo'ymaydi. Aka, nima qilib keldik? Sen suyuna peki gilemki? Qiziq hozir didilmay güzelgenmişler, tetenpet sual sormalar. Hey, sen baş şirket işletmenin neçilik oldu ya? Uzun oldu ya. Baş şirketim işte ciddi kesip neymiş kuttu ya? Kızık oldu değil mi hanım abi? Tekfir etsin, bazar, ekvalını tekfir ediyor. Hemen ki biz işler aladın, fikir alıdı. İş kılıp seni şiir izle demedik değil mi? Lan, adamın aşı. Lan, kim bildi? Birazımızı kıskartmayacağım zaten. Allah'ın gözlerine. Vay çakçak koydum. Da koysan dön çırayını 10 dakika gittiğinde valla. Bol de, unutun yapalım da. Kayganda masaj takı buldu ona. Bol. Evet, bana kaynak su. Ne yapalım? Kendim dedim. Oh şiş bulmadı da aynen. Abi ya Fazılkam ciddi baş şirket ketti. Emri Mecit'ten baş şirketin adam geldi mi? Tekşiriş kildiken adam kıskartılken diyen yapımı kıpşırıyordu. Ben de dedim çünkü okşaş oğandı bana. Şenmeysil tehi. Murat'ın şu ongumandı nime? Şu. Ninde hatırlıyor? Senin şu onu tatip kalgan iş olsa. Lala direktör işten boşaydı ekan da. Aycan. Ay oltuğuna deldi. Ay sen nimini bilsen nimini. Köttem ben dudağın başına ki. Bir şey yaran yazar. Ağzına gelgen görüp oldum ben. Nada. Hey. Sizler bu. Şu sizlerce bu şirket oturup işçiliğine alavdan bu küçükken iş olsa mı o tigidin işi yapıp hal kılışını oylaşını fakat tutmayızlar. Hey. Ben müzikten şirketi işlerken neçilik oldum. Ha? Fazılken bilen müzikten münasebeti qanday? Ha? Ben müzikten baş şirket neçilik işledi ya? Ha? Ben Lale deyip turcu. Lale deyip turib baş şirket kelgan neçilik oldu ya? Ha? Ma sizlarni mi? Mo'ralani ustidagi bu boshmi, qapoqmi? Ha? Oy oltuğuna. Devam et ulan. Yanımda koydan açtı. Demek sizlar için müzikten ketami? Ha? Sizlar için müzikten ketami? Natayı. Navadı müzikten. Ha, işxanı yalnız ketgani. Lale deyip tur ketib qolgan mısın Murat? Sen bu aqlliq bola adaysan. Ha? Aqlliq bo'lmasqa meni o'ylab turib ishlayapsan. Qaran gaplarni men demasam, Lale deyip tur ketib qolsa endi sen bilsan qolash. Ha? Yaxshiroq o'ylashib qo'y. Nima bo'lsa, endi biz bu ishlarni yurmas.
Sizi deydan pek mühim gap var direktor. Şu mav baş şirketten müzik direktörler işkanlarının bir sanlarını kaldırıyordan okşaydı. Şunu olmuş doğrusu seneylerini pek uzun paranlaşıp gittim. Hede. Orlaştırıp şunda fıtrak kılır da. Oy, unda sen kanda oldu, siz bu şirketki kesiniz kanda buludu. Bu şirketki az eldir sandırmışsınız ya. Onun için işkıpçı kanda olsun hem de. Ben siz tarafta durma. Onun için siz bu şirkete gidip kalsınız güzelinden işkimiz kanda kılmaz. Şunu olmuş, şimdi bir sizni haberdar qilib qo'yay deb, bence ko'ngilda bir sandoq qolsin deb shuni kirgandim. Hada. Gap qilma, qandoq qilamiz? Men bir jiddiylashib ketib bormadim. Endi ciddileştirek iş yok dedi bu bayağı. Ha baş şirket kanaq orlaştırıp şöpet orlaymiz. İşte yani sizlerimizde iktidarınlar var. Özlerinin iktidarını cari kıldırıp estayidil işlesenler bu değil demez mi? Unda siz qandoq oldu? Hada siz mi azajir sondurmadınız bu şirketga? Onun ustiga bizni sizlarga Lala direktörden sorayan gaplarni ishini ola. Peki bizge yerim bu soğukta açıp çoğularını sordun ha? Pardon direktör. Tüyleri gitti. Hazır çıkmaya oturduk ha? Baş şirket sırlı bir işlem kılıp gidip baran toqanda. Şunu demeyiz. Bizim çağırganı direktörlerle mesleştiğine kandaştı. Ey, çokum bir işini. Çokum bir işini de. Yoki yenilik qilamiz deb direktorlarning birini qisqartib qolamiz. Ay, vay Lale direktör. Ne bileyim deydi siz. Kançosun onda. To'xtamay Lale direktör. Taraqqiy qildik, islohot yapbarmiz deb deymizmi? Ma'ni o'lib baqsaq bo'ldi juma. Bo'lmasa nima ish qildi? Xas direktorlarni. Hay, ish qilib, mening o'sha uzun yillik tajribamga asoslangan manda ish bo'layotganda cho'qim bir ish qildi. Ya, cho'qim bir ish qildi. Chiqdi. Hay. Sen bu idardaki en astoydil, bu şirketler için can fidalı kılışlaydıgan, hizmet vaktini pek oynamaydıgan bir kadınsan. Oy, senin kıpkırlarında, bu kompüterden şundak yaxşı baş kurup, hem edip yardım kılmak, sana kandak hürmetten bildirmezsen bular. Şundak mı? Güzel. Cismi layık güzel. Maslaşkan. Bek çırayla. Onun sıkısına tutup pozisyonu. Fakat geçmeyin. Hizmet yarın burun kilip en akıl kayıttı da. Oh güzel hizmet tutun tavsiyesi benim gülüşümge erziydi. Semih! Yanına karabekler, o kamaşkan boylarga iğir bizim kemsiz karakterige muştaktırdığa mısa olanın kino çotalarınız var. Bu iğir bizim bilen, bu kanıtınız bilen, mücez hulkunuz şunda. Lale, koşaklarını şunda ilhamı bilen bir maslaştırıp bir şiiri duygunuzu ifade edip özünüz mü? Uçtursunuz bir parça resim bu. Uy, Murat! Uy karala! Uy bunun koraldan tacizsek bu çaşlığın özü yaşıp ketkeni. Uy kiyinişleri çok desey bu kanıtdaki maskeli. Hay rahmet. Erkek!
haqiqiy erkakning simosi bor. Oy shundoq mos kelgan. Oy mardlik. Hepsi sizga mucessemleşken Murat. Ay rahmat edi. Oy qimmat kunlar tezischa taxir. Oy. Uşaqqa qilmaydigan mijaz qildi. Nima desam de? Hermişler şundoq kam qo'zaq bilan muomala qilasiz. Oy men bog'u. Sizlardek muşundaq xodimlar bilan ishlaganimdan, sizlarning muşundaq jo'shqin, go'zal, qomatli oltinlardan o'zimni shundoq jangovar yosh his qilib ketaman. Sizlarning ishlaganimdan xushman. Ha, bizga shu. Lana dekdi. Biroq xush xabar bormi ya? Gap yo'qmi? Chuqur bir qo'shaloq ishga o'xshaydi. Chuqur shu. Menimcha biz tarmoq shirkatlar orasida yillik mukofotlash birinchi bo'ldik deydi. Topolmadingiz? Maoshimiz o'zim. Bo'ldi, men sizlarga deb beray. Bugun bog'u tushlik tomoqni hammamiz birga yeylik. Mana men mehmon qilaman. Direktor, bir gap bormi? Oy, boshqa gapmi yo'q? Sizga shu ayrim bo'lshay deb chaqirgansiz. Ishga debdi. Qarang. Güzel. Men bu to'rni ko'rib, qarsam, shundoq chiroyli bir zanjirlarni ko'rib qoldim-da. Şimdi ishim kuyib, shuningdan akeltirgandim. Qani, ko'ribmi? Buni sizga akeltirdim. Mana? Oltinmi? Yo'q, oltin emas. Oltinning suyiga chilagan. Odam topsinchi, odamning terisiga reaksiya qilmaydi. Oy, pek chiroyliqkan. Qim taqab yo'qmi? Oy, chiroyli qadar. Nima taqsin shundoq chiroyli yarishdi ekan. Oy, sizga pek chiroyli yarishganda-chi, go'zal. Rahmat, direktor. Ro'shangildan birini akeltirganda. Ro'shangil ishga kelgan Ro'shangilga topshirib beraman. Ma'qul. Oy, pek chiroyliqkan. Shu bu shirkatda o'g'il qarab, 3 ayol kishi birga ishlab yetibdi. Uzundan beri birga ishlab, sizlar kichkina bir sovg'atmi bermabdimi? Shu mushuni ko'ngil sovg'at qilib, uchimiz o'xshash taqayli deb keltirdim. Direktor, siz bek yaxshi jumush qilib, sizga qanday rahmat desam bo'lar? Rahmat aytishning hojati yo'q. Buningda kelgan jahon uzungu, men yana har vaqt sizlarni mush ko'nglimning ichida saqlab ishlash uchun yaxshi hadi bo'lib ishlayman jumufkan. Har vaqt meni unutqaninglar xotirjam. Har qanday ishimiz uchun Lala direktor Botdi bizning yaxshi hadimizdi deb meni uchun jon fido qilinglar, ma'qulmi? Rahmat jim. Bo'ldi. Bu ilhamımız kaç ketmesin. Bu şiir dedim ilhamı gelgen yazdınız. Yüzü gelin. Şiir yazmadım. Ben küçülüp kaldım. O şiir degenim için şu şiiri duygusu bağadan. Bu hissiyat bağadan işbadlar defterinde yazdılar. Mana Burcu, benim sizge bergen soğuktum. Aleyküm. Ben de xatir var. Bo'ldi. Sizni qaytarib qo'ying. Yo'q. Ko'nglim qaytib qo'ygandoq bo'ldi. Mening sizga bergan ko'nglim, so'g'dim. Qarang, siz ilhomingiz kelganda yaxshi she'rlarni bu xotir yezib qo'ysangiz, bir xotirlar to'plami bo'lib qolsa, ay shuning uchun men kichkina bir ko'nglimni zahar qilalig'imga men shundoq baxt his qilaman. Ala, Lala direktorning ko'ngli. Qabul qiling. Rahmat. Hey! Shama!
昨天我逛街的时候看到了一个最新版本的电子游戏光盘，专门为你买回来的，也是我的小礼物。是的，收下吧。喂，这是最新的游戏，还能骗你不成？真的给我的吗？高兴了吧？别客气。谢谢啊，老雷姐姐。不用谢，我们都是自己人。Sizler qandaq kiyim kiysangiz shundoq chiroyli yarashidi. Qo'yingsa qarsam bu ko'ylak shundoq chiroyli turibdi. Murat kaysi qancha qomatiga yarashib ketadi. Siz uchun setib oldim. Hayrat, hikoya gitsiz olaydi. Marangida chiroyli taz mol tushirgan ekan, nimda chiroyli ko'z o'zbek moltin o'zi o'raladi. Xo'sh bo'lgan bo'lsangiz, men qo'shildim. Mafahu, sizlar uchun kichikkin ish qilib beraversam, o'zimni shundoq baxtli his qilaman. Mushu kiyimlarni uchinglarga, sizlarga orqa vaqtinglarda Lala direktor bizga ko'ngil sovg'isi qilgan deb meni unutqaninglarmi? Meni eslab turinglar. Har qanday ish bo'lsa, meni saqlab turinglar. Men ishxonada bor, meni izlasanglar bo'ladimi? Xo'sh. Bosh shirkat bizning ishxonaga ikki direktordan birini qisqartib qoldigan o'xshaydi. Qo'y, men ko'rishdim. Shu atrofimizdagilarni hammasini rag'batlantirib, yetaklab, meni qo'llashga ma'qul qilib bo'lamdi. Qo'y xotirjam bo'ling direktor. Men mangu sizni qo'llayman. Men mangu yoningizda sizni. Cho'qim ishlab qo'yamiz, xotirjam. Voy, Shama beribdilar. shimo daxl qilib qo'ymagandimi, ha? Voy, Yo'q, men buyakchilik bo'lsa, men bularga ish o'rnashtiryapman. Davomli o'rnashtiraman. Ishni men o'rnashtirganda ko'proq qilaman. Cho'qim oshpeti yurilish bo'yicha mavzular. Ha, bo'ldi. Ma'qul. Yaxshi o'rnashtiringlar. Yaxshi ishlashtiringlar. Bu nerede bu da gap olsun deyne? Sen bak küleyi verme endi bu. Man işte bir taraf kıl deme birkaç baş şirket git kaldı Allah'ı kalmadı yapıyor. Güzel. Lala direktörü çağırıp koyun ha. Şimdi şöyle. Nerede tanıdığım aldık güzel Ay bak işlerini kördüğün bolsan da efendim anlıp ben Vay. Kıran. Kıran. Otur. ben çakıp getir. Vay kızlar. Diyem değil mi? Nasıl direktör? Bundan gitsin. Oy, şu direktör niye bundan gitsin? Oy, ne oldu? Duydun mu direktör? Hadi ne oldu? Kültür şular. Lala direktör. Nelerden aldınız bu işki muavin direktörden birini kıskartıdı diye gitme. Şuna kılıp işkinlerden kaysana kıskartıdan bulunlar. Bu benim çok kavrim yok ne bu işte. Kimden aldınız? Lala direktör şundaq bir ölçemlik tayyorlik qildiki, bu ballarni chiqib mehmon qilib, mana qo'llash buyumlarini berib, tayyorlik qildi, men yo'q tushdim. Voy, ne ketdi qildi ekan direktör. Ay shu Murat birimlarni deganti. Murat? Ha. Bizim Murat mı? Voy, balığın bala. Güzel. Bu ne diyecek bu ketdi? Murat bana. Çağırttın. Sizlerimize bir küçük baladaydı. Ben mi? Bu ben çok bilmeye gelmedim bu işler. Acaba şuna karşıma Kıra.
Kirayapti. Chaqatgansan direktor. So'ynab biram kelib shu. Qiz kim tuğna? Murat. Uka. Bu sen nerede anladın? Ha? İşki muavin direktörden biri qisqartdi degan gapni. Voy. Men shu bir tush ko'rgan. Ha? Tush ko'rgan bir tush. Tushimda ko'rganlarimni hammasi amaliyot ko'rish boshladi. Qarsam Fazilkam oldirib jiddiylab va shirkat katta nomishkam kayindilar va shirkatni tekshirish kelgandi. Shundan biz bolalar bilan dilg'urib nima shu ekanda muloyiza qilib qasamiydigan ma mujikam peshqadamay ishlagan vaqti uzunay ma Fazilkamning yaqin oilasi qisqaraydigan ish olsun bolalar deb turib qisqarib ketamiki degan shundan men shu jiddiylik ketiblar shu jiddiylar o'zim gap ketib bolalar deb turib yetkazib qo'ydim shu kim bildi bolalar deb turib bunchalar murakkablashtirishni Manınki seni. Özen gapni to'g'ri qilmay. Nerdeki gap so'zdan taqib, bir munch qalayim qanchiq chiqirib, meni aytmasmi? Shuncha ko'ngilsiz ham eri. o'shma yaxshi olsun dedim bu. Murat. Yunus bilan qalayman gap qilsizlar. Ha? Am ko'rgan tushunga ashna ishini o'zaklarda taqib yursa, qara. İşki muavin direktörni o'tirib az qolgansiz desa qo'yamiz. Xafaman direktor shu men shu jiddiylik ketiblar o'zim kelib shu ishda bo'lib qolibdi endi. Nima o'zanga olgan tetiqsizlik deymiz buna shu. Puchuq chiqqan tetiqsizlik. Deb qildigan ish topolmadimsizlar, ha? Katampati bir ishlarni qilib adamni ash. Vay deb gap qiz ol. Mana chiqib, bolalarga da Lala direktor qo'llash uchun bergan buyumlarni aslo qaytib bersin, ha? Voy. Voy. Men ularni balla mukofot qilib berib etgan. Boshqa direktor men chiqar.